Oyoq ochilyapti. O'sha yerda tortishgani uchun, boshidagi baksiyasi bor uchun tonusi bor. O'shaning uchun ochilishda cheklov ozgina bor, lekin u tonus hisobiga. Akanim, ochkigim, xalatim. Oyoq sizni ko'rdim. Bitta birindan bittaman. 5 yil bo'lganlar. Oyoqda muammo yo'q, to'ppa-to'g'ri yuryapti. Prostoskopiyasi ham yo'q, yelkaga nisbatan mana pastroq. Bolangizni qomat buzilishini, yelka tushib ketganligini hisobiga qo'rg'i ichiga kirgan, ko'rdingiz-a? Yelkasi polniy tushib yotibdi. Gipermobilniy sindrom ham bor, bolangiz elastichniy. Suyak va mushaklar haddan ziyod elastichniy. O'shaning uchun